Rossiya texnologiyasi endi 10 kishilar tomga loy bosish kerak va 30 yilga garantiyali tomga termopena yangilik. Hozir akalarimiz 300 kilovatga 5-etajga 10 santimetrligida pul berishyapti. 10 santimetrligini 1 kilovatini narxi 45 ming. 5 santimetrligini 1 kilovatini narxi 35 ming. Loyga nisbatan yaxshi tomog'i issiq yozda salqin bo'ladi, tomi issiqlik bo'ladi. Suv endi hech nima bo'lmaydi. Chiqoq, burgak sana yemaydi. Bemalol qidirsalar ham bo'ladi. Oddiy tomga loy bosib berish xizmatini o'zi ham 1 kilovatini narxi 20 ming so'mdan bosib berishyapti. Hamda undan tashqari turpoq olibki, somon olibki, hamda qamish olibki, xullas usta haqqisi hamma yo'g'i bilan o'pshi 35 ming so'mga to'xtaydi. 35 ming so'mga undan ko'ra tomga penani quydirib qo'ygan yaxshiroq. Akalarimiz hamma operatorlar narsalari bilan tomga chiqib turib penani quyib berishyapti. Pastdan paqirdi tor